açılınç ko'ngil bağımda. Keyingi 8 yilda O'zbekistonda eng ko'p isloh qilingan soha bu oliy ta'lim sohasi bo'ldi desak bu mubolag'a bo'lmaydi. 2016-yilgacha oliy ta'limga qamrov, ya'ni maktabni, litseyni bitirgan yoshlarning atigi 9%gina universitetlarga kirardi. 9%dan 42%ga yetkazildi. Kitoblarga degansin. Hujjat topshirib, minglab yoshlar bir oy davomida mana shu Toshkentga kelib, viloyat markazlariga borib ovora bo'lishardi. Bu ham o'ziga yarasha korrupsiya elementlarini tug'dirgan edi. Bu masalani ham yechish uchun hurmatli prezidentimiz birinchi navbatda onlayn rejimga o'tkazib berdi. Hamma uyda o'tirib hujjatlarni topshirishi mumkin. Yoshlarimiz xohlagan hududda imtihon topshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Oldinlari bitta universitetni tanlab, ularga kira olmaganiga yana 1 yil kutish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda yoshlarimizga 5 ta universitetga birdaniga kirish imkoniyati bor. Agar shu 5 ta universitetga kira olmasak, mana bu yil yana bitta hurmatli prezidentimizning bu revolyutsion inqilobiy qaror deb aytish mumkin. Yana 5 ta qo'shimcha universitetni tanlash imkoniyatini berdi. Ya'ni hozirgi kunda 10 ta tanlov huquqiga ega. Akşamları ay to'lib Oldinlari oliy ta'limda 37% xotin qizlar bo'lsa, hozirgi kunda o'qiyotgan qizlarimiz soni, ya'ni foizi 54% ni tashkil etdi. Xotin qizlar masalan magistraturaga kirsa, ularning o'qishi bepul. Ya'ni davlat tomonidan uning kontrakti qoplab beriladi. Magistraturada kirgan qizlarimiz soni bugungi kunda 65% ga yetdi. Fondi tomonidan yaratilgan imkoniyatlar har yili kamida 500 ta yoshlarni chet eldagi nufuzli universitetlarda o'qishga imkoniyat beradi. Men dunyoning top 100 universitetlariga kiruvchi Pensilvaniya davlat universitetiga o'qishga qabul qilindim. Rahmatli dadajonim meni doim Amerikada o'qib kelishimni orzu qilganlar. Hozir yonimda bo'lmasalar ham ruhlari shod bo'lsa kerak. Lekin o'zimni hech ham o'ksik his qilmadim. Chunki hurmatli prezident sizni o'z otamdek qabul qilaman-da. Ehtimol bo'ylabdi desiz, Sirdaryoning Chekka tumani Oqoltinda o'sgan qiz bir kunga Amerikada o'qishi mumkin deb. Hisoblab chiqsam, jamg'arma menga 4 yil davomida $200 ming dan oshiq xarajatlarimni qoplab beryapti ekanda, bir ota farzandiga yaxshilik qilsa shuncha qilishi mumkin. Islohotlarda hammasining tagida bitta narsa. Agar har bir yo'nalish bo'yicha mutaxassis bilimli bo'lsa, natija bilasizlarmi, biz kutganday bo'ladi. Albatta oliygohlar tuzib oldik. Endi eng katta masala shu oliygohlarda sifati qanday bo'ladi? Sifat, yana bir marta sifat. Yigitimizni, qizimizni, farzandimizni bilimli qilsak, u o'z yo'lini topib oladi. Albatta topadi.